Rahmatni ham aytishdi qo'chqorlaringiz. Mayli, yana rahmat aytishadi. Mana shuni olib baraka topsin Alisher. Men dastlabkilarini qilib beraman deb, yo'qsa qilib bermay, dastlabkilarini 6 milliondan. Ya, bo'ldi, vodiy o'ylab Toshkentga qilib berasiz-da. Barakasini bersin. Barakasini. 6 million so'mdan akalar ketdi mana shu qo'chqorlar. Mana tavsiya qilaman aka. Agar kommentariyaga o'z fikringizni bildirib aka, narx yoqqan bo'lsa, like bilan izoh fikringizni qoldirib qo'ying. Qancha ko'p like bosilsa kerak mana. Siz bosgan likeingizdan bizga hech qanaqa akalar, misol uchun ko'pchilik o'ylar ekan, biz like bossak pul tushadi. Yo'q akalar. Mana bu qo'yda akalar, qancha ko'p like bosib ko'radigan bo'lsalaring oxirigacha e'tibor bilan. Akalar shuncha ko'p odamga tarqaladi akalar. Bu YouTube tarmog'i shunaqa akalar. O'shaning uchun doim aytamiz, like bosib qo'ying deb aytamiz akalar. Xudo xolasa buni Azizbek aka agar 5 ta 10 tasini zo'rini tanlab olaman desa yoki o'rtasidan bo'lib olaman desa, optim narx, lekin 5 ta 10 ta tanlab olaman desa, ozmoz narxini kelishtiramiz, dunyo bo'lmaydi. 200 mingdan plyusini berishsin. Bo'ladi aka. Nechta olsa ham 62 dan berishsin, bo'pti. Yashang. Tanlab olsin. Xudo xolasa go'sht yog'iga ham to'g'ri keladigan qanaqa qo'chqorlar kelar, narx zo'r bo'ldi. To'g'ri keladi. Go'sht yog'iga ham, hamma yog'iga qo'yiladi, xudo xolasa. Bundan keyingi pul yengilroqlari bor. Keyin akalar 3 tali egizakchi ona bolamiz bor. Shularni ko'ramiz akalar. Bitta like bosib qo'yasiz akalar.